Assalomu alaykum hurmatli robot texnika qiziquvchilar. Sizlarni yana sog' omon ko'rib turganimdan xursandman. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimizda yana bir qiziqarli qurilmalardan biri AirPod sensori, ya'ni infraqizil nurlarda ishlaydigan pod sensori haqida ushbu darsda o'rganamiz. Demak, darsimizni boshladik. Demak, ushbu darsimizda Air sensori, ya'ni infraqizil nurlar sensori haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p. E'tibor bering, bu yerda demak ikkita qismga bo'lingan. Demak, birinchisi bu air sensor deyiladi va bu pult sensor. Bu demak pultdan kelayotgan signallarni air sensor qabul qilib, demak mana e'tibor bering, pultdan qandaydir signal bosilganda bu yerda pult yordamida, demak qandaydir sensor tugmachalar bosilganda infraqizil nurlarga aylantirib, demak air sensorga ma'lumot jo'natadi. Bu yerda sensor o'sha signalga qarab, demak mikrokontrollerga ma'lumot yetkazadi. Asosiy vazifasi ishlash prinsipi shunday bo'ladi. Buni juda ko'p, bu ishlash prinsipi orqali juda ko'p foydalanamiz hozirgi kunda. Ya'ni uyimizda oddiy telefonlar bo'ladimi, televizorlar bo'ladimi yoki masofadan turib boshqariladigan o'yinchoqlar bo'ladimi, va konditsioner va hokazo bo'lgan qurilmalarga juda ko'p foydalanamiz. Hammasini ishlash prinsipi deyarli bir xil. Demak, infraqizil nurlar yordamida chiqarib, o'zidan signallarni demak air sensorga jo'natadi. Air sensor esa bu demak ma'lumot yetkazadi mikrokontrollerga. Ishlash masofasi uncha uzoq emas. Nari borsa 1 metrdan 5-10 metrgacha uzoqlikda ishlashi mumkin. Demak, qurilmalar demak uzoq masofaga mo'ljallanmagan demak qurilma hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ko'p demak robot texnikada foydalanamiz. Asosiy demak bu ikki qismga bo'linadi. Bu birinchi qismi, demak bu air sensor qismi, asosiy qismlardan biri. Ya'ni buning 3 ta oyoqchasi bor, ya'ni pinlari mavjud. Birinchi pinda demak out pini, bu yerda demak qabul qilingan infraqizil nurlardan qabul qilingan signalni demak mikrokontrollerga uzatadi. Ikkinchi pinimiz esa ground, ya'ni iste'mol qiluvchi kuchlanishning manfiy qutbi hisoblanadi. Uchinchi pinimiz esa bu yerda VSS, ya'ni 5 volt kuchlanish yoki 5 voltgacha bo'lgan kuchlanishda ishlaydigan musbat qutbi hisoblanadi iste'mol kuchlanishining. Demak, o'rtacha ishlaydigan kuchlanish 2,5 voltdan 5 voltgacha ishlaydi. Demak, umumiy. Ikkinchi qismi esa, asosiy ikkinchi qismi bu boshqaruv qismi, ya'ni pult qismi hisoblanadi. Demak, bu yerda pultda o'zini mikrochip yordamida demak qaysidir tugmachalar bosilganda o'sha signallarga demak infraqizil nurlarni, demak signallarni infraqizil nurlarga aylantirib, demak air sensorga uzatadi. Buning ichida ham kichik mikrochiplar mavjud. Buni ishlashi juda sodda. Shunchaki tugmachalar bossangiz, demak uni tugmachalardan chiqayotgan demak raqamlar yoki qiymatlarni infraqizil nurlarga aylantirib beradi. Buni ishlash uchun alohida demak pitaniya bo'lishi kerak. Ya'ni asosan batareyadan foydalanadi. Buni batareyasi bir qancha turlari mavjud. Pultlarda degan hajmiga qarab, asosan bunaqa robot texnikada ishlatilgan bu qurilmaning demak pultlariga asosan tangasimon 20-25 degan demak batareya ketadi. Boshqa pultlarga esa demak kattaroqlari nisbatan 2 A yo 3 A degan 1,5 voltga ishlaydigan 2 tadan yo 3 tadan batareyalar ishlatish mumkin. Demak, endi ishlash demak qurilmani ishlatishga kelsak, demak qurilmani ishlatishda yuqoridagi rasmga qarab demak zanjirni yig'ib olamiz. Ushbu zanjir yig'ish uchun bizga kerakli qurilmalar Arduino demak mikrokontrolleri, albatta ishlatish uchun ledlarni yoqib o'chirishimiz uchun 3 ta led, rangli bo'lgan albatta yaxshiroq bo'ladi, qiziqarliroq, va ularni ishlatish bog'lash uchun 220 ohm qarshilik va asosiysi demak air sensorimiz, demak ma'lumot almashish uchun. Bu yerda esa demak air sensorga ma'lumot jo'natish uchun pultdan foydalanamiz. Umumiy bog'lash uchun breadboard, ya'ni makit doskasi va ulash uchun simlar kerak bo'ladi. Xo'p, demak yuqoridagi rasmga qarab qurilmani yig'ishni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz albatta demak ledlarni ulashni boshlaymiz. Ledlarni umumiy minus breadboardning, ya'ni makit doskasining minus qutbiga ledlarning minus qutbini bog'lab chiqamiz. Uni minusini demak bog'laymiz.
demak umumiy hammasi ground bitta bo'ladi, ya'ni minus qutbi bo'ladi. Va ularda demak undan chiqadigan, demak plus qutbidan chiqadigan demak pinlariga digitaldagi raqamli pinlar yordamida boshqaramiz. Ya'ni qarshiliklar orqali raqamli signalga boradi Arduinoning. Demak 220 ohm qarshilikni bog'laymiz. Demak 220 ohm qarshilikni bog'ladik. Endi esa bu yerda sensorimizni demak bog'lashimiz kerak. Sensorimizga e'tibor bering, 3 ta oyoqchasi bor. Demak breadboardga bog'laymiz. 3 ta oyoqchasi, demak chap tomondagi oyoqchasi bu chiquvchi signal uzatuvchi oyoqchasi. Bu ikkinchisi esa demak ground, uchinchisi esa plus, ya'ni iste'mol kuchlanishining musbat qutbi hisoblanadi. Demak biz asosiy minus qutbini groundga bog'laymiz. Minusini demak o'rtadagi groundga bog'laymiz. Bu umumiy breadboardda minus qutbini oladi. Ana endi ikkinchi qutbini esa plusga bog'laymiz. Ya'ni bu yerda Arduinoning plus qutbiga, ya'ni 5 volt kuchlanishiga bog'laymiz. 5 volt kuchlanishiga bog'ladik. Ana endi chiquvchi demak bu yerdagi signal air sensordan chiquvchi demak outputimizni esa bu yerda analogda raqamlidagi, raqam digitaldagi demak 3-pinga bog'langan 3-pinga bog'laymiz. Signallar raqamlining 3-pinga bog'laymiz. Demak 3-pinga bog'ladik. Ana endi keyingi qismi. Keyingi qismi esa pinlarni, ya'ni ledlarni bog'laydigan pinlarni demak raqamliga bog'lab chiqamiz. Xo'p. Bu ledlarimiz ko'k rangli ledimizni bu yerda demak 4-chi, 5-chi, 6-chi pinlarga bog'langan. Biz ham demak 4-chiga bog'laymiz. Keyingisi ledimizni 5-chiga bog'laymiz. 5-chiga bog'laymiz. Keyingisini 6-pinga bog'laymiz. Mana demak qurilmalarimizni bog'lab oldik. Demak umumiy bitta demak bu yerda umumiy ground berishimiz kerak, chunki hozir bir-biriga hammasi bog'landi, faqat umumiy ground qoldi. Demak umumiy ground berish uchun demak breadboardimizga demak umumiy bitta ground beramiz. Umumiy ground berdik mana. Hop, qurilmalarimizni bog'ladik. Ana endi buni ishlatish uchun entry bilan demak qurilmani bog'laymiz. Buning uchun avval entryni ishga tushiramiz va bu yerda qurilmani demak bog'lashimiz kerak. Kompyuter bilan qurilmamizni bog'laymiz. Qurilmamizni bog'laymiz. Demak qurilmaga kiramiz, ulash dasturini ochishga kiramiz. Entry ID, ya'ni entrydan Arduino X10 ni tanlaymiz. Arduino X10 ni tanladik va pastga demak buni yig'ib qo'yamiz. Bizga demak alohida bloklar chiqdi. Sensorni bu demak air sensorimizni ishlatishimiz uchun bizga alohida bloklar mavjud. Ya'ni e'tibor bering, pult signali qabul qiluvchini 3-pindan foydalanish degan bitta kichik blok bor. Demak o'sha blokni olamizda demak boshlashdan chiqaramiz. Bu degani bu pult signalni qabul qiluvchini 3-pindan foydalanishingiz mumkin. Xohlasangiz tanlab 5-pindan ham yoki 6-pindan va hokazo demak pinlardan tanlab ulangan piningizni tanlashingiz mumkin. Demak o'sha aynan o'sha pinni demak pultga sozlaydi. Demak pultni ishga tushiradi bu. Endi buni pultdan keladigan qiymatni qanday aniqlashingiz mumkin? Biz demak analog qiymatni aniqlashga o'xshash bu xuddi shunday dastur tutsak ham bo'ladi. Ya'ni doim entrybot bu qiymatni gapirib tursin. Demak davomiy takrorlash. Demak salomni gapirish. Salomning o'rniga bu demak pultning qiymatini. Demak qurilmaga kiramiz. Bu yerda alohida kichkina dumaloqcha blokchamiz bor. Pultdan bosilgan raqam degan demak blokni olib, demak salomni ichiga joylashtiramiz. Demak salomni demak gapiradi. Boshlashni bosamiz.
e'tibor bering, raqam ko'rsatyapti. Bu 01 raqam ko'rdi. Bu cheksiz, hali hech qanaqa raqam bosilmaganini bildiradi. Bu yerda sensorga, demak, istalgan raqamni bossak, e'tibor bering, bu yerda 2 raqam va undan keyin 10 raqam va hokazo cheksiz raqamlar ko'rsatib ketyapti. Demak, bu yerda bir vaqtning o'zida bir qancha signallar uzatilyapti. Bir bosganimizda biz bilmagan holda, demak, juda ko'p infraqizillar, ya'ni bir bosganimizda 5, 6 yoki 10 martagacha, demak, signal uzatish mumkin. Buni, demak, birinchisini tanish uchun shunchaki kichkina dastur tuzish mumkin. Ya'ni agar pultdan bosilgan raqam 1 ga teng bo'lsa, 1 ni demak, Entrybot gapirsin. Agar pultdan bosilgan raqam 1 ga teng bo'lsa, demak 1 ni gapirsin degan bir kichkinagina shart bajarib ko'ramiz. Ya'ni agar deymiz, pultdan bosilgan raqam, demak, 10 teng 10 ni joylashtirib, pult ichiga, demak, bosilgan raqam bu yerda 1 ga teng bo'lsa, deymiz. Demak, 10 deymiz. 1 ga teng bo'lsa nima qilsin? Bu yerda 1 ni gapirsin. Salomni gapirishni o'rniga, demak, 1 ni gapirsin. Tekshirib ko'ramiz. Boshlashni bosamiz. Hozir qiymat ko'rsatmayapti. Biz 1 ni emas, boshqa raqam bosib qo'yamiz. E'tibor bering, boshqa raqam bosamiz, hech qanaqa, demak, natija yo'q. Endi esa biz birinchi raqamni bosib ko'ramiz. E'tibor bering, birinchi raqamni bossamgina faqat 1 ni gapiradi. Demak, ikkinchi raqamni ham gapirish uchun bu yerda 2, agar pultdan bosilgan raqam 2 ga teng bo'lsa, 2 ni gapirsin. Yana nusxalaymiz. Bu yerda masalan 2 yoki 3 yoki 4 bo'lishi ham mumkin, masalan 5 ham bo'lishi mumkin. 5 ni qo'yishimiz mumkin. Pultdan bosilgan raqam 5 ni, demak, teng bo'lsa, 5 bosilgan bo'lsa, demak, bu yerdagi raqam 5 ni gapirsin. Ana endi boshlashni bosamiz. Demak, biz 2 ni bosaman, hech qanaqa natija yo'q. 1 ni bossam, bu yerda 1 ni gapiryapti. Demak, 5 ni bosadiganimizda bu yerda 5 ni, demak, gapiryapti. Demak, qiymat 5 ni ko'rsatadi. Demak, e'tibor bering, mana 5 ni gapiryapti. Biz 1 ni bossak, 1 ni gapiradi. Xuddi shunaqa kichkina dasturchalar tuzib, demak, buni qaysi qiymatda gapirayotganini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, ishlatish juda sodda, unaqa murakkab emas, faqat zanjir tuzishda, demak, adashmasdan to'g'ri zanjir tuzib olishda e'tibor berish kerak. Undan keyin ishlatish Entry dasturi juda oson hisoblanadi. Ana endi qiziqarli loyihani boshlaymiz. Ya'ni ledlarni ishlatib ko'ramiz. Bu yerda 3 ta ledimizni, demak, yoqib ko'ramiz. Xo'p, demak, biz birinchi pultdan bosilgan raqam 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi ledimiz yonsin, ya'ni ko'k rangli ledimiz yonsin. Bu yerda ko'k rangli ledimiz, demak, 4-pinga bog'langan. Olib tashlaymiz. Endi 1 ga bosilganda qurilmadan 4-pinni yoqish. Demak, 3-raqamli pinni yoqishni chiqaramiz. 4-pinni yoqish. Hop, ishlatib ko'ramiz. Boshlashni bosamiz. Demak, bu yerda 1 ni bosadigan bo'lsak, demak, 4-pin o'chadi. Ya'ni yonadi, 4-pinimiz yonadi. Ana endi ikkinchisi. Ikkinchi raqamni bossam, 2 ga teng bo'lsa bosilgan raqam. Shunchaki ikkinchi raqamimiz, ya'ni 5-chi, demak, qizilimiz, demak, 5-pinga olingan. 5-pinimizni yoqsin. Demak, bir tur 3-sini bajarib qo'yaylik. Nusxa olamiz. Demak, endi 3-raqamni bosganimizda esa, 3-raqamni bosganimizda bu yerda, demak, 6-pinni yoqsin. Boshlash. Demak, birinchi yondi, ikkinchi qizil yondi, uchinchi esa sariq yondi. Demak, qurilmani ishlash juda oddiy, murakkab emas. Bir qancha, demak, siz ham ledlarni qo'shib, demak, yana qolgan ledlarni ham yoqishingiz mumkin. To'xtatamiz. Yana ilg'abosaveraman, kichkinagina, demak, mustaqil bajarishga harakat qilib ko'ring. Buni yana qaysidir tugmani bosganimizda, 1 ni yoki 2 ni yoki 3 ni yoki 4 ni yoki 5 ni qolgan tugmalarni bosganimizda bu ledlar o'chsin.
Demak, buni uyga vazifa sizga, demak, bu lentlarni qanday qilib o'chirish haqida, demak, Entry'da dastur yordamida, demak, bajarib ko'ring. Demak, ushbu darsimiz buguncha yetarli. Keyingi darsda albatta uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.